O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov vafot etdi. O'zbekiston xalq artisti Teatr arboblari uyushmasi raisi Yoqub Ahmedov 87 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Milliy akademik drama teatri xabar qildi. Yoqub Ahmedov 1938-yil 3-yanvarda Namanganda tug'ilgan. 1959-yilda Toshkent san'at institutini tugatgan. 1958-yildan beri Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatri aktyori. 1992-yildan 2013-yilgacha esa shu teatrning direktori lavozimida faoliyat ko'rsatdi. Aktyor O'zbekiston xalq artisti unvonidan tashqari fidokorona xizmatlari uchun va do'stlik ordenlari sohibi. Ularning yaqinlariga, farzandlariga, hamkasb va shogirdlariga hamda aziz muxlislariga chuqur ta'ziya izhor qilamiz. Alloh rahmatiga olib, joylari jannatdan bo'lsin.